Bugungi kunda yurtimizda ta'lim tizimi jadal rivojlanib, har bir maktabda zamon talablariga javob beradigan sharoitlar yaratilmoqda. Ana shunday yetuk va salohiyatli ta'lim dargohlaridan biri Qarshi shahridagi 9-umumiy o'rta ta'lim maktabidir. Bu maskan nafaqat Qarshi, balki butun Qashqadaryo viloyatida o'zining bilim sifati, tarbiyaviy muhiti va yuksak yutuqlari bilan alohida ajralib turadi. 1966-yilda o'z faoliyatini boshlagan ushbu maktab bugungi kunda 2875 nafar o'quvchiga ta'lim-tarbiya berish bilan birga ularning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun zamonaviy imkoniyatlarga ega ta'lim muassasalaridan biridir. Maktabning eng asosiy yutuqlaridan biri bu yerda yaratilgan o'quv va tarbiyaviy muhitdir. O'qituvchilarning malakasi, o'quvchilarga bo'lgan individual yondashuv, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish va doimiy yangilanish maktabni boshqa ta'lim maskanlaridan ajratib turadi. Maktabda 121 nafar bilimdon va fidokor pedagoglar faoliyat yuritadi. Ular doimo izlanishda, o'quvchi salohiyatini oshirishda, ularni ilm, fan va hayotga qiziqtirishda tinmasdan mehnat qilib kelishmoqda. So'nggi yillarda maktabda 200 ta uslubiy qo'llanma va 190 ta multimedia o'quv qo'llanmalari ishlab chiqilgani ta'lim jarayoniga qanday darajada yangiliklar kiritilayotganini ko'rsatadi. Maktabda 25 ta fan va sport to'garaklari faoliyat ko'rsatmoqda. Bu to'garaklarda o'quvchilar o'z qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirib, milliy va xalqaro miqyosda ko'plab yutuqlarga erishmoqdalar. Olimpiadalar, sport musobaqalari va madaniy tadbirlardagi g'alabalar buning yaqqol isbotidir. Maktab o'quvchilari xorijiy tillarni o'zlashtirish, sertifikatlar olish borasida ham yuqori natijalarga erishmoqda. Aksariyat o'quvchilar IELTS, SAFER, TOEFL kabi xalqaro darajadagi til sertifikatlarini qo'lga kiritib, kelajakda oliy o'quv yurtlariga tayyorlanmoqda. Yana bir iftixorli jihat, maktab eko-maktab va yashil makon loyihalarida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Bu yerda atrof muhitga nisbatan munosabat, ekologik tarbiya va mehnatga muhabbat tuyg'usi bolalar qalbida mustahkam o'rnashmoqda. Maktab hududida tashkil etilgan issiqxonalar, bog' va gulzorlar obod va oromli muhit ta'lim olish jarayonini yanada mazmunli qiladi. Albatta, bunda yuqori natijalarning zamirida tashkilotchi va yetakchi shaxs, maktab direktori Uzakova Oliya Kadirovna singari fidoyi rahbarning mehnati mujassam. Uning sof niyatli rahbarligi, sidqidildan xizmat qilishi va pedagoglarga bo'lgan ishonchi maktabning muvaffaqiyatlarida muhim o'rin tutadi. Oliya Kadirovna rahbarligida maktab 2017-2018 yillarda yilning eng yaxshi maktabi tanlovida munosib ishtirok etgani, o'qituvchilarning respublika miqyosidagi yutuqlari, o'quvchilarning olimpiadalardagi muvaffaqiyatlari, bularning barchasi mazkur ta'lim muassasasining yuksak salohiyatidan dalolat beradi. Qarshi shahridagi 9-maktab bu shunchaki ta'lim muassasasi emas, balki kelajak rahbarlari, olimlar, muhandislar va san'atkorlar uchun mustahkam poydevor hisoblanadi. Bu dargohda ta'lim olayotgan har bir o'quvchi vatanimiz faxriga aylanishi mumkin. Chunki bu yerda ilm bor, muhabbat bor, mehnat va sadoqat bor. Bunday maktablar bor ekan, yurtimiz kelajagi yorug', istiqboli porloq bo'lib qolaveradi.